Men Nozma xonimman. Jadidlar davrida she'r va maqolalarim orqali ayollar huquqini himoya qilgan birinchi publitsist ayolman. Men Sobira Xoldorova, jurnalistika ma'lumotiga ega bo'lgan, inson huquqlari bo'yicha chiqishlar qilgan va 29 yoshimda Sibirga surgun qilingan birinchi ayol jurnalistman. Men Bashorat Mirboboyeva, o'zbek ayollari orasida birinchi parashutchiman va ilk mashinist ayol sifatida temir yo'l sohasida faoliyat yuritganman. Men Zulfiya Umidova, birinchi o'zbek ayol shifokorlaridan biriman. Tibbiyot fanlari doktori sifatida yurak-qon tomir kasalliklarini tadqiq etganman. Men Xadicha Sulaymonova, O'zbekiston tarixidagi birinchi ayol sudya, birinchi akademik va Oliy sud raisi lavozimiga tayinlangan huquqshunosman. Men Zarifa Saidnosirovaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, professor, kimyogar olimaman. Qolaversa, birinchi o'zbek ayol rassomlaridan biriman. Men Nayla Ataullayeva, hujjatli film suratga olgan birinchi o'zbek ayol rejissyoriman. Men Tamara xonim, o'zbek raqs san'atini dunyoga tanitgan, O'zbekiston xalq artisti unvonini olgan ilk ayol san'atkorman. Men Dilbar Abdurahmonova, O'zbekiston tarixidagi birinchi ayol dirijorman. Shuningdek, professional dirijorlik maktabini shakllantirgan ilk ayol pedagogman.